Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan MC5 loyihasini davom ettiramiz. 12-chi savollarga yetib keldik. Hozirgi videoda 12-chi savollarning yechimini qilamiz. Birinchi savol. Mana shu trigonometrik ifodani hisoblang debdi. Endi buni yechish uchun birinchi qulayroq belgilashni kiritib olaman. Pi taqsim 24 ni alfa deb belgilab oladigan bo'lsam, pi taqsim 8 manda 3 alfaga teng bo'ladi. Mana shunday belgilashni kiritib olaman. Demak, shunda misolni ko'rinishi mana bu ko'rinishga kelib qoldi. Kosinus kub alfa ko'paygan sinus 3 alfa qo'shilgan sinus kub alfa ko'paygan kosinus 3 alfa. Endi buni yechish uchun mana bu ikkita formuladan foydalanamiz. Kosinus kub alfa sinus kub alfa kosinus kub alfa 3 ta kosinus alfa qo'shilgan kosinus 3 alfa taqsim 4 ga teng. Sinus kub alfa esa 3 ta sinus alfa ayrilgan sinus 3 alfa taqsim 4 ga teng. Mana shundan foydalanamiz hozir. Endi kosinus kubni o'rniga mana shuni qo'ysam, 1 taqsim 4 ni chiqarib olsam, xo'p, 3 ta kosinus alfa qo'shilgan kosinus 3 alfa ko'paygan sinus 3 alfa qo'shilgan yana 1 taqsim 4 ni chiqarib oladigan bo'lsam, 3 ta sinus alfa ayrilgan sinus 3 alfa ko'paygan kosinus 3 alfa bo'ladi. Endi ikkalasidan 1 taqsim 4 ni chiqarib olib bitta qavsda yozib olsam, 3 ta kosinus alfa sinus 3 alfa qo'shilgan sinus 3 alfa kosinus 3 alfa bo'ldi. Qo'shilgan 3 ta sinus alfa kosinus 3 alfa minus sinus 3 alfa ko'paygan kosinus 3 alfa. Endi o'xshashlarni ixchamlasak, mana bu ikkalasi qarama-qarshi qo'shilyapti, bular ketadi. Demak, bizada uchlarni ham chiqarib olsam, 3 taqsim 4, xo'p, qolyapti kosinus alfa sinus 3 alfa qo'shilgan sinus alfa kosinus 3 alfa qoladi. Demak, bizada bu qavsning ichi xo'p sinus alfa qo'shilgan 3 alfani beradi. Bu demak sinus 4 alfaga teng. 3 taqsim 4 ko'paygan, demak sinus 4 alfamiz bizada 4 ni ko'paytirsam pi taqsim 6 bo'ladi-da. Bu demak bizada 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. 3 taqsim 4 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, demak 3 taqsim 8 chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizada D bo'lar ekan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ifodani soddalashtiring debdi bunda ham. Demak, boshlasak suratidan ochib chiqadigan bo'lsam, kosinus kvadrat alfa qo'shilgan 2 ta sinus alfa kosinus alfa bo'ladi. Buni birdaniga sinus 2 alfa deb ketaman. Xo'p, qo'shilgan sinus kvadrat alfa minus 1 taqsim, xo'p, katangensni kosinus alfa taqsim sinus alfa deb yozsam, ayrilgan, buni esa o'zini yozaveray. Sinus alfa kosinus alfa bo'laversin. Barobar
Endi xo'p, mana bu kosinus kvadratga sinus kvadratni qo'shsam 1 bo'ladi. 1 ni ayirsam, demak tepada faqat sinus 2 alfa qolyapti. Endi makhraj bilan ishlashimiz kerak. Makhrajda kosinus alfa ayrilgan makhraj beradigan bo'lsam, sinus alfani yuqoriga chiqarib yuboraman. Xo'p, bu yerda demak sinus kvadrat alfa ko'paygan kosinus alfa bo'lyapti. Endi surat o'zi turaveradi. Sinus 2 alfa ko'paygan sinus alfa. Makhrajda ikkalasida ham kosinus bor, chiqarib olaman. 1 minus sinus kvadrat hosil bo'ladi. Uni esa kosinus kvadrat alfa deyman. Endi sinus 2 alfani maydalashimga to'g'ri kelyapti. Ochib chiqsam 2 ta sinus alfa kosinus alfa ko'paygan sinus alfa. Endi makhrajda esa kosinus kub alfa bo'lyapti. Xo'p, endi o'xshashlarni ixchamlaydigan bo'lsam, mana bu kosinus kub bilan bitta kosinus ketsa, kosinus kvadrat alfa qoladi bu yerda. Suratda ikkita sinus kvadrat bo'ldi. Sinus kvadratni kosinus kvadratga bo'lsam, bizada tangens beradi. Demak, ikkita tangens kvadrat alfaga teng bo'lar ekan bu. To'g'ri javob bizada A kalitda turibdi. Keyingi savol, 3-si. Hisoblang debdi buni ham. Demak, buni yechish juda oson. Shunday bitta T deb belgilayman shuni. Endi tangenslarga boraman ikkala tomonni. Nima bo'ladi? Tangens arc tangens 1/2 qo'shilgan arc tangens 1/3 barobar tangens T ga bo'ladi. Endi mana bu burchakni alfa deb qaraydigan bo'lsam, mana bu burchakni beta deb qaraydigan bo'lsam, chap tomoni tangens alfa qo'shilgan beta bo'lib qoldi-da. Bu bizada tangens alfa qo'shilgan tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa ko'paygan tangens betani beradi. Barobar bu yoq esa tangens t ni o'zi. Endi bizada tangens alfamiz tangens arc tangens 1/2 bo'ladi. Bu bizada 1/2 ga tengligi aniq. Tangens betamiz ham xuddi shundan 1/3 ga tengligi aniq. Endi shunchaki o'rniga keltirib qo'yib hisoblasak yetarli. Demak, suratda 1/2 qo'shilgan 1/3, makhrajda esa 1 minus 1/2 ko'paygan 1/3 bo'ladi. Surat 5/6, makhraj ham xuddi shunday. Demak, bu 1 ga teng. Bu esa tangens t ga teng ekan. Endi tangens qachon 1 ga teng? 45 gradusda. Bu yerdan demak t ni pi taqsim 4 ga teng ekanligini topishimiz mumkin ekan. Demak, bizada bu B javob ekan. Keyingi 4-savol. Mana shuni hisoblashimiz kerak ekan. Kosinus 30 gradusni bilamiz, kvadratni ham topsa bo'ladi. Demak, biza kosinus kvadrat 10 gradus bilan qo'shishimiz kerak kosinus 80 gradusni kvadratini. Kosinus 30 gradusni kvadrati bizada kosinus 30 gradusda ildizda 3/2 ga teng. Kvadrati demak 3/4 ga teng bo'ladi. Endi keltirish formulasini qo'llasam, kosinus kvadrat 10 gradus bo'laversin. Xo'p, kosinus 80 gradusni keltirish formulasidan sinus 10 gradus desam bo'ladi. Demak, buni kvadrati sinus kvadrat 10 gradus bo'ladi. Qo'shilgan 3/4. Mana bu ikkalasi bizada ayniyatdan birligi aniq. Demak, bu 1/4 dan 3ligi osongina kelib chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob bizada A kalitda turibdi. Oxirgi 5-savolga keldik. Xo'p, mana buni hisoblang debdi. Demak, buni ham mana bunday qilib yechamiz. Demak, shuni qanaydir A ga teng deb hisoblagay. Endi ikkala tomonni ikkita sinus pi taqsim 7 gradusga ko'paytiray.
Shunda chap tomonda nima bo'ladi? 2 ta sinus pi taqsim 7 ko'paygan misolning o'zi kosinus 4 pi taqsim 7. Mana bu kosinus 5 pi taqsim 7 ni kosinus pi minus 2 pi taqsim 7 deb keltirish formulasidan ko'rinishini almashtirib olsam, bu minus kosinus 2 pi taqsim 7 bo'ladi. Demak, bu barobar 2 ta sinus pi taqsim 7 ko'paygan a ga teng. Xo'p, endi mana bunga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu bizada sinus 2 pi taqsim 7 formulaga kelyapti. Ko'paygan. Xo'p, minus kosinus 2 pi taqsim 7 ni birinchi yozib olaman. Ko'paygan kosinus 4 pi taqsim 7 barobar 2 ta sinus pi taqsim 7 ko'paygan a ga. Endi mana bu ikkalasiga qaraydigan bo'lsak, 2 ga bitta ko'paytirib bo'lsam, bu ham formulaga kelyapmiz. Demak, 1 taqsim 2 sinus 4 pi taqsim 7 deyman buni. Ko'paygan kosinus 4 pi taqsim 7 barobar, xo'p, minusini unutmaylik. 2 ta sinus pi taqsim 7 ko'paygan a ga. Endi mana bu ikkalasini ham qaraydigan bo'lsak, 2 ga bitta ko'paytirib bo'lsam, yana ikkilangan formulaga keladi. Demak, minus 1 taqsim 4 sinus 8 pi taqsim 7 bo'lar ekan. Tenglik 2 ta sinus pi taqsim 7 ko'paygan a ga. Endi sinus 8 pi taqsim 7 ni sinus pi qo'shilgan pi taqsim 7 deydigan bo'lsam, bu keltirish formulasidan minus sinus 7 pi taqsim 7 ga teng bo'ladi. Barobar 2 ta sinus pi taqsim 7 ko'paygan a ga. Endi mana bu ikkita tomonda sinus pi taqsim 7 da bor qisqarib ketadi. Demak, a ni bizada 1 taqsim 4 bo'lingan 2 ga tenglik kelib chiqyapti. Bu demak bizada 1 taqsim 8 ni beradi. Demak, misolimizning javobi 1 taqsim 8 ga teng ekan. Bu javob bizada C variantida turibdi. Demak, shu bilan 12-chi savollarimizning yechimi ham o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.